Assalomu alaykum Azamat. Bugungi roligimizda shu qayg'u haqida, uni kelib chiqish sabablari, uni bartaraf qilish usullari haqida gapirib o'tsangiz. Xo'p, qayg'u har doim xohishlardan paydo bo'ladi. Ya'ni qandaydir bir xohishingiz amalga oshmayotgan bo'lsa, siz chuqur qayg'uda va chuqur tushkunlik holatida yashaysiz. Tushkunlik holati deyiladi. Bu ham bir meridianda energiyani yig'ish holati hisoblanadi. O'pka va yog'ochak meridianida kanallar bor, ya'ni energetik kanallar bor. Haligi meridianlar deb nomlanadi. Xitoy meditsinasi bo'yicha ana o'sha meridianlarga energiyani qamaysiz va shu orqali o'zingiz ham qamalasiz. Ya'ni chuqur depressiyaga kirasiz, tushkunlikka tushasiz, dunyoni o'zgarishini xohlaysiz, odamlarning boshqa bo'lishini xohlaysiz va nihoyat haqiqat qaror topishni xohlaysiz bu dunyoda, lekin u amalga oshmayotganini ko'rasiz va chuqur tushkunlik, qayg'u holatida yashaysiz. Bu depressiyaga olib keladi va oxir oqibat bu xohishingiz amalga oshmagandan keyin ichkarida shunaqangi ko'p depressiya, ya'ni siqilish paydo bo'ladiki, siz уже oxirida chiqib ketishga yo'l topolmagandan keyin bu o'zini suitsid qiladiganlar tomdan tashlaydi yoki osib o'ldiradi, boshqa bo'ladi. Mana shunaqa holatlarga olib kelishi mumkin qayg'u. Lekin bu qayg'u holatiga odam o'z ixtiyori bilan kirayotgan bo'ladi. Ya'ni kirayotganligini sababi dunyoda adolat qaror topishini xohlaydi. Oilalarda bolalar hech qachon yig'lamasligini, ota-onalar har doim mehribon bo'lishini, haligi o'g'ri jinoyatchilar politsiyalar tomonidan ushlanib, o'sha qamoqda o'z jazosini o'tashini va shunga o'xshagan qandaydir katta global xohishlar bo'ladi. Nima deydi? Endi bu global xohishlarda amalga oshmasligini o'zi ham tushunadi. Chunki odam borki, bu dunyoda o'sha yaxshisi ham yomoni ham bo'ladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi. Endi bu shu qayg'u holatidan chiqib ketish uchun bemor qanaqa yo'l tutish kerak? O'sha depressiyasini birinchi keltirib chiqayotgan holatiga borish kerak. Ya'ni bolaligiga. Taxminan 5, 6, 7 yosh, balkim 10 yosh bo'lishi mumkin. Ana o'sha holatida boshlangan bo'ladi. Ana o'sha yoshida boshlangan bo'ladi mana shu depressiya holatiga kirib qolish odati. Depressiya har doim unga rohat bag'ishlaydi, lekin bu rohat ekanligini his qilmaydi. Ya'ni men mana azob chekyapman, men mana bu qayg'ulik, tushkunlik holatida yuryapman, tashvishlarda va men to'g'ri narsalarni, to'g'ri xohishlarni xohlayapman deb maza qiladi. Ya'ni bu mazoxizm sifatida bo'ladi o'zi aslida. Mana shu holatlarni ko'rish kerak. Endi shu holatdan chiqib ketishi iloji bormi yoki faqat xohishi bor odamgina chiqib ketadimi? Bu holatdan to'g'ridan to'g'ri chiqish juda ham qiyin bo'ladi. Depressiyani qayg'u bilan ishlash eng qiyin emotsiya hisoblanadi. Chunki boya aytganimdek, bu qalbiga, yuragiga, uni joniga rohat bag'ishlaydi. Mana men qiynalyapman, azoblanyapman, u yoqdagi dunyodagi bo'lmayotgan hamma haligi adolatsizliklar ular noto'g'ri. Men to'g'ri qilyapman, mana shuni xohlab degan holatiga chuqur kirib qolgan bo'ladi. Boshlanishiga o'sha xohishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Xohishlarni aniqlab olib, nimani xohlayapti. Masalan, kimnidir yo'ldan o'tkazib qo'yish, kimgadir qandaydir sadaqa berish, kimgadir qandaydir bir mehribonlik qilish yoki bo'lmasam o'ziga qandaydir bir sovg'a berish, borib
bemalol o'ynab, do'stlar bilan suhbatlashib, mana shunaqa holatlarda xohishlarini amalga oshirib, sekin astalik bilan u balansga keltirib oladi. Ya'ni bunchalik tushkunlikka, qayg'uga tushishga sabab yo'q ekan, bundan chiqib ketishga imkoniyat bor ekan degan pozitsiyaga kelish kerak bo'ladi va sekin-astalik bilan xohishlariga boradi, sekin-astalik bilan o'sha bolaligiga boradi. Nimaga dunyoni o'zgartirishni xohlayapsan va nimaga dunyo hech qachon o'zgarmaydi degan fikrda yuribsiz, ana o'sha fikrlarga yetib borasiz. Shu tariqa bu narsa nima deydi, bekorchi xayollar, foydasi yo'q o'y-fikrlar ekanligini anglab qoladi odam. Keyinchalik уже mana shu fikrlaridan boyagidaqa masofa paydo bo'ladi va buni otib yuborishi mumkin. Demak, dunyoga qarashini o'zgartirishlik bilan qayg'u holatidan chiqib ketish mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin. Endi boshida mana shu depressiyada yurgan odamga nimasini o'zgartira olmaydi-da bu qarashini. U shunchalik bog'lanib qolgan, уже uni nimasi Bu unga yoqadigan pozitsiya bo'lgani uchun. unga rohat beradi. Va boshlanishiga u xohishlarini amalga oshirishi kerak. Ya'ni dunyo faqatgina haligi nima deydi, seri tonlarda emas, haligi rang-barang tonlarda bo'lgan qismlari bor ekanligini, haligi ozgina boyagi yopilib olgan nimasidan kichkina bir teshikcha ochib, u yoqdan yorug'lik kirsa, keyin u yoqda haligi yorug'likka chiqish mumkin ekanligini sekin-sekin astalik bilan o'rgatib chiqib ketsa bo'ladi. Tushunarli, Azamat. Bugungi suhbatingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'lasiz.